qiziq bir davr boshlanyapti. Bunda Real zo'r bo'lib ketishi, hamma titulni qo'lga kiritishiga kafolati yo'q, lekin buni kuzatish qiziq bo'lishi aniq. Yana hakam bilan talashib yuribdi. Yuzi o'zgargan bo'lsa ham, menimcha fe'li o'zgarmadi. Hamma Mareskani so'kkan muxlislar. Sen o'zi nimaga kelding? Sen o'zi umuman nimaga sochingni olding deb Hollandga gapirishgan. Tog'ga chiqadigan mashina kerakda, Lewandowskiga o'xshaydigan. Bir yilda 1-2 marta tog'ga barib chiqiladi. Chempionlar Ligasini yutish uchun City ham Hollandni oldi-yu baribir. Oldin Brent edi, xuddi Real, Barselona singari istagan futbolchisini tarkibga qo'shib olishi mumkin edi. U yoki bu yo'lda. Hozir United borgan sari pasayib boradi. Juliandan hozir hamma kutayotgani, ommaviy o'zining Instagramida video qo'yib, uzr so'rab Atletico muxlislaridan men shu yerda qolaman deyish shunda to'xtaydi. Do'stlar, sizga ajoyib yangiligimiz bor. Endi siz ham Markaziy sektor sayohat klubi a'zosi bo'lishingiz mumkin. Ushbu taklif faqat 25 kishi uchun amal qiladi. Bilasiz, biz o'tgan 1 yil davomida Markaziy sektor klubi bilan Malayziya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shveysariya, Finlandiya, Angliya va Shotlandiya bo'ylab bir necha bor sayohat qildik. El Clasico, APL va Yevropa Chempionlar Ligasi o'yinlarini jonli tarzda stadiondan tomosha qildik. Abduqodir Husanov bilan Manchesterda davra suhbatlarini tashkil etdik. Ushbu klubning eng katta vazifasi 2026-yilgi jahon chempionatini stadiondan tomosha qilish edi. Bu yo'lda professional harakat qilib, yakunda klub a'zolarining 80%ga AQSh vizasini oldik. Meksika va Amerikadagi jahon chempionatini stadiondan kuzatdik. Bularning barchasi bir umr yodimizdan chiqmaydigan xotira bo'ldi. Talab va takliflardan kelib chiqib, Markaziy sektor yangi mavsumdagi kuzgi El Clasico, qishda bo'lib o'tadigan O'zbekiston milliy jamoasining Osiyo Kubogidagi o'yinlari, bahorda Abduqodir Husanov ishtirokidagi Manchester derbisi va mavsum yakunida Yevropa Chempionlar Ligasining muhim uchrashuvlariga bir jamoa bo'lib, unutilmas sayohat rejasini tuzdik. Ushbu klubga faqat 25 kishini qabul qilamiz. Ustozimiz Xayrulla Hamidov mazkur klubimizning doimiy rezidenti bo'ladilar. Ayrim safarlarga klub a'zolari bilan birgalikda chiqamiz. Bundan tashqari, har oy Toshkentda doimiy uchrashuvlar tashkil qilamiz. Agar siz ham haqiqiy futbol mutaxassislari va muxlislari bilan birgalikda butun Yevropa bo'ylab sayohat qilish rejangiz bo'lsa va ushbu 25 kishilik klub a'zosiga aylanishni xohlasangiz, quyidagi manzillarga bog'lanishingizni so'raymiz. Tez orada ko'rishguncha deb qolaman. Assalomu alaykum. Markaziy sektor yangi mavsum top 5 chempionatlarida boshlandi. Biz ham boshlaymiz. Angliya Premyer Ligasida birinchi tur, Ispaniya La Ligasida ikkinchi tur uchrashuvlari bo'ldi, lekin grandlar mana endi boshlashdi. Ikkinchi turda o'zlarining birinchi o'yinlarini o'tkazishdi. Bir tomonda juda yangilangan Barselona, ajoyib transferlar, ajoyib natija. Bir tomonda esa undanda yangi Real Madridni ko'rishimiz mumkin. Ko'plab transferlar va Jose Mourinyoning comeback-i. Birinchi uchrashuv qiyin g'alaba bo'ldi. 2-1 hisobda Espi oxirgi daqiqalarda muhim g'alaba golini urib ketdi. O'zi yangi mavsum oldidan juda ko'p savollar bor edi shu Real Madrid borasida va Barselona borasida ham. Bugun mana shu mavzular bilan boshlaymiz. Keyin Angliya Premyer Ligasining birinchi tur uchrashuvlariga to'xtalamiz. Bugun Markaziy sektorda ustozlarimiz Davron aka, Davron Fayziyev, Orif aka Tolipov hamda Farruh aka Ismoilov. Xo'p, keling birinchi La Ligadan boshlasak. 2 grand va albatta yana bir voqea bor. Bu Atletico Madrid va Alvarez voqeasi. Xo'p, Real Madrid birinchi o'yinni o'tkazdi. O'zi Real Madriddan kutilmalar juda ham qiyin, murakkab. Jose Mourinyo, yangi transferlar, yana o'sha chap qanot muammosi, tarixdagi eng qimmat transfer va mavsumning boshlanishi qiyin g'alaba bilan bo'ldi. Shunaqa kutilganmidi Davron aka Realning boshlab olishi? Ha, menimcha kutilgan edi. Baribir Jose Mourinyo ancha vaqt davomida boshqacha formatdagi klublarda ishladida. Top 5 liga kiradigan ligalarda ishlamadi va bu yerda birdaniga yana yulduzlar qurshoviga tushib qoldi. Endi to'g'ri, baribir mahorati bor, tajribasi bor, xarizmasi bor, yetakchilik xususiyati bor va u jamoani birlashtira oladi, lekin o'ylaymanki oson bo'lmaydi. Mourinyo birdaniga kelib mo'jiza ko'rsatib, o'tgan yilgi muvaffaqiyatsiz Real hammani ketma-ket yanchib tashlaydi degan bir optimistik kutilmalarga qo'shilmagan bo'lardim. Qiynaladi. Endi misol uchun liderlar ham tez boshlamaydi. O'tgan mavsum misolida aytishimiz mumkin.
yo birinchi mavsum misolida aytishimiz mumkin. Mbappe formaga maksimal tushib olish uchun unga bir necha oy kerak ba'zida. Lekin tushib olgandan keyin bo'ldi, to'xtatib bo'lmaydi uni. Mbappe yoki bo'lmasa mana yangi kelgan bir ikkita yulduzlar hali adaptatsiyadan o'tishi kerak Ispaniya La Ligasiga. Misol uchun o'yinni tizimli tashkil etish borasidagi rejalar endi Bernardoga bog'liq bo'lib qoldi. Rodri kelmagandan keyin asosiy markazdagi yumushlar Bernardoga topshiriladi. Chunki Jude Bellinghamni konkret Mourinho ko'ryapti hujumchi ortida. Va bu to'g'ri ham. O'zi Judening asli tabiati shunaqa, hujumkor, oldinga intiladigan, qora mehnatni ham qiladi. Agar unga bersangiz, misol uchun qayd tayanch zonasida ishlab berasan desa ishlab beradi. Lekin uni maksimal imkoniyatlardan foydalanish uchun hujumchi ortiga qo'yish kerak. Va Mourinho shunaqa ishni qildi. Chouameni bilan Kamavingada barqarorlik yetishmagan edi. Ularni menimcha ko'rmayapti hozir asosiy tarkibda va kim qolyapti? Fede Valverde. Fede Valverdeni stoper qilib qo'yib, Bernardoni tizim shakllantiruvchi futbolchiga aylantirib, hujum tashkil etishda Jude Bellingham va Mourinho jamoalarida har doim markaz eng katta rol o'ynagan. Shuning uchun Mourinho mana shu markazni shakllantira olguncha, bu 3 ta futbolchi aynan uchlik sifatida bularda unaqa katta tajriba yo'q birga o'ynash. Chunki Jude bilan Fede bog'lam sifatida o'ynamagan. Asosiy tarkibda birga o'ynagan, markazda bog'lam sifatida o'ynamagan. Shuni bog'lab qo'yish kerak. Bernardoni bu ikkitasiga bog'lab qo'yish kerak va meni hayron qoldirgan narsa ilk uchrashuvda baribir Arda Gülerga ishonch bildirdi va Arda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Baribir o'sha ko'p publiklarda chiqdi, o'zim ham qo'ydim post. Realni birinchi 11 taligi bor, ikkinchi 11 taligi bor. Arda birinchi 11 talikda emasdi, ko'p taxminlar bo'yicha. Lekin Mourinho mana shu masalada yurish qildi yoki bo'lmasa mana Dumfriesni ham asosiy tarkibda tushirdi. Endi to'g'ri vaqt o'tib karyerasi o'rnini baribir Kukurella egallaydi. Bu ham vaqtincha bo'lishi mumkin toki mavsumga kirishib olguncha. Mbappe ko'rinib turibdi, hali to'liq formada emas. Lekin Mourinho maqtab o'tdi Mbappeni, u deylik kelish kerak bo'lgan muddatdan 4-5 kun oldin keldi bazaga va ishlash xohishini bildirdi. Menga bunaqa o'yinchilar yoqadi, professionallar deb aytib o'tdi. Xullas qiziq bo'ladi. Hozir masalan o'sha televideniyada bir reality show degan anaqa paydo bo'lgan janr va u e'tiborni tortib olgan. Turkum ko'rsatuvlarga nisbatan anaqa ko'rilishlar soni yuqori bo'lgan, reytingi yuqori bo'lgan. O'sha bitta uy ichiga kirib olib, ma'lum bir guruh odamlar qanaqa muloqot qiladi, har kungi bir yumushi, ovqat qiladi, gaplashib o'tiradi, urushadi, talashadi. O'sha narsa qiziq bo'lib qoldi odamlarga-da va bu reality show janri ijtimoiy tarmoqlarga ko'chdi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda do'stlar, men kvartiramni remontini boshladim deydi-da, bo'ldi, har kuni odamlar kuzatib boradi. Bir kun hamma joyi tozalatadi, keyin pol qo'yadi, abo'y qiladi. Xullas bitirguncha o'sha narsa qiziq. Xuddi shu narsani, xuddi shu reality showni biz realda ko'ramiz. Nimaga? Chunki Jose Mourinho media bilan zo'r ishlaydi. U sekin mana shu chiroyli ssenariy asosida hozir deyarli sochilib ketgan jamoani yaxlit bir jangovar kollektivga aylantirish jarayonini ommaga olib chiqadi va buni matbuot anjumanlarida o'zi chiroyli qilib sharhlab beradi. Realni shu tomonlama kuzatish qiziq bo'ladi. Natijalar o'z yo'liga. Hatto ko'rasizlar, El Clasico'larda sekin cho'g' tashab qo'yadi, ozgina yondirishga harakat qiladi, ozgina o'sha MMA jangchilari singari ong ostiga singib borib, uni psixologiyasini, ya'ni Flickni, Flick germaniyalik uncha unaqa ruhiy zarbalarga Yamalga hujum qilishi mumkin. Bardosh beradi-yu, lekin harakat qilib ko'radi. Ya'ni qiziq bir davr boshlanyapti. Bunda Real zo'r bo'lib ketishi, hamma titulni qo'lga kiritishiga kafolat yo'q, lekin buni kuzatish qiziq bo'lishi aniq.
Shu mavzuda o'zi so'ramoqchi edim. Kecha Orif aka o'yin paytida o'tgan mavsum bo'lganda-yu, goldan keyin Real to'p o'tkazib yuborsa, birinchi Vinicius yoki Mbappe ko'rsatilayotgandi. Ya'ni bosh aybdor sifatida ular butun Santiago Bernabeu hushtakbozlik qilganda bu futbolchilarga kutilmagan holatida kecha Real gol o'tkazyapti, bo'ldi Mourinho. Birorta hujum o'tkazib yuboryapti Mourinho. O'zi Mourinho kelganda aytilgandi-yu, futbolchilardan bosimni murabbiy olib tashlaydi. Bu yoqda murabbiyda bo'ladi hamma bosim deb. Kecha o'yin davomida ham bu ko'rindi. O'zi umuman Real va Mourinhoning shunday qaytishi qanday boshlandi? Endi o'zi Mourinho bu hozir Realdagi istalgan futbolchidan kattaroq futbol shaxsida. Ya'ni bugungi kun o'lchamlari bilan Mbappe, Vinicius armiyasi katta, ya'ni muxlislar, kuzatuvchilari bo'lishi mumkin, lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, oxirgi 20 yilda Jose Mourinho futboldagi alohida persona. Davron aka o'sha aytgandek oxirgi 2-3 ta ishi juda quyida bo'ldi, lekin umuman olganda bejiz qaytarmadi-yu, qanaqadir sababli va uni ko'rsatilishi, uni bu yog'iga birinchi figuraga aylanishi bu tabiiy. O'tgan mavsumda kim edi? Alonso, iqtidorli murabbiy, lekin Alonsoning shaxsi unaqa katta emas, to'g'rimi? Undan keyingisi undan ham battar. Arbeloa. Ya'ni bu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, shuning uchun men to'liq qo'shilaman va hammamizni tabriklashimiz mumkin. Bitta yangi film, serial boshlandi La Ligada. Jose Mourinho bosh rolda, juda ham talabgir aktyorda hozir futbol olamida qaytdi. Va endi o'yinni o'ziga keladigan bo'lsak, Espanyolga qarshi bahsda men birinchi tarkibga qaradim, qanaqa tanlov qilarkan, chunki himoya tanlovi, maydon markazi tanlovi muhim edi. Va himoya markazida Kanate hamda demak Hausen bilan o'ynadi. Bu tanlov o'zini qisman oqladi. Mana bugungi xulosalarimiz, menimcha bugun hammamiz bildiradigan fikrlar bu shunchaki birlamchi xulosalar, chunki birinchi o'yindan bitta o'yindan tugal qilib qanaqadir ayta olmaymiz, juda qiyin. Ammo menga Kanateni o'yini yoqdi. Duellarni juda ko'pida yengdi, 90% dan yuqori aniqlik ko'rsatdi. Qanot Dumfries ham nisbatan baribir yomon emas. Trend bilan-ku ular raqobatda, narigi tarafda Carreras, mana Kukurella ikkalasi ham almashtirildi baribir. Maydon markazi esa Bernardo Silva men kutgandan yaxshi o'yin ko'rsatdi. Ya'ni Silvani baribir mana Davron akada Güler masalasini aytdilar-ku, shu ikkinchi 11talikda. Menda Bernardo Silva ikkinchi 11taligidek tuyulayotgandi, chunki uni City'dagi o'sha oxirgi mavsumidan kelib chiqib yo'q. Men ko'rganim, u menimcha Realda bu mavsumda o'sha Modric, Kroos qanaqadir qilgan vazifani amalga oshirish kerak. Endi juda Kroos mastur Modric vazifasini bajaradi. Mayda uzatmalarni berishni boshlab yubordi, hududlarni ko'ryapti. Menga yo'qdi. 21 ta zarba bergan Real. Faqat bitta salbiy jihat men ilg'adim, menga shunaqa tuyuldi. Gol o'tkazgandan keyin, mana 15 daqiqadan keyin, 10-daqiqada gol urgan bo'lsa, taxminan 15 daqiqadan keyin berdi raqibga o'yinni. To'pni berdi, markazni berdi, vaziyat yuzaga keldi raqibda va ular hisobni tenglashtirishdi. Va bu Mourinhoga xos o'yin. Mana uni Portugaliyadagi oxirgi ishida ham u nima bilan tilga tushdi? Yutqazmagani bilan tilga tushdi. U durang juda ko'p o'ynadi. Juda ko'p risk qiladi, bitta to'p farqi bilan. Avvaldan risk qilgan, bunisi kuchayib ketgan. Faqat mental Realga kelganda bu narsani o'zgartira olarmikan? Chunki baribir mana ko'ryapmiz, ispan klublari ham jazolab qo'yishi mumkin. Shu o'yin ham agar SP gol urmaganda durangga qarab ketayotgandi. SP uchun zo'r o'yin. Zahiradan tushib o'yinni g'alabaga olib boradigan golni o'tgan mavsumda hech kim urmagan ekan. Na Arbeloa, na Alonsoda zahiradan tushirgan futbolchilari gol urgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha gollar g'alabaga sabab bo'lmagan ekan. Bu birinchisi, ya'ni bir yilda, bir mavsumda yaxshi o'yin bo'ldi. Faqat muammolarni ham ko'rsatib bergani yaxshi bo'ldi. Ya'ni men Real 3-0, 4-0 yutmaganidan jamoa menimcha yutdi deb o'ylayman. Ko'rdi-da darhol. O'tgan mavsum esingizda bo'lsa 7 ta o'yin yutqizmagan Xabi Alonso. Lekin o'shanda biz aytgandikki, nimadir baribir bu yoqda muammo bor. Bog'lamlar yaxshi ishlamayapti. Bu o'zini so'zini aytadi degani shu studiyada juda ko'pchilik aytgan. O'sha Xayrul aka ham, Davron aka ham, Liverpoolda ham shunga o'xshash holat bo'lgan. Xullas, og'riqli boshladi. Menimcha bu yaxshi. Yaxshiroq. Menga shunaqa ko'raman. Farruh aka, shu Real muammolari haqida ham so'ramoqchi edim. Bir qarashda eng zo'r transfer ishlarini Real olib bordi. Lekin Rodri transferi barbod bo'lgandan keyin
sal muammoli nuqta sifatida ko'ringandek bo'ldida markaz. Shu markaz transfersiz ham shaxsan menga o'zi aslida yomon emasda, Chouameni qoldi baribir. Rodri kelganda ketadigan futbolchi yoki kecha Bernardo maydonning hamma nuqtasida harakat qildi. Shuning uchun muammoli nuqta yo'q. Faqatgina murabbiy moslashib ketsa bo'ldimi bu jamoada? Do'stlar, sizga ajoyib yangiligimiz bor. Endi siz ham Markaziy sektor sayohat klubi a'zosi bo'lishingiz mumkin. Ushbu taklif faqat 25 kishi uchun amal qiladi. Bilasiz, biz o'tgan 1 yil davomida Markaziy sektor klubi bilan Malayziya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shveysariya, Finlandiya, Angliya va Shotlandiya bo'ylab bir necha bor sayohat qildik. El Clasico, APL va Yevropa Chempionlar Ligasi o'yinlarini jonli tarzda stadiondan tomosha qildik. Abduqodir Husanov bilan Manchesterda davra suhbatlarini tashkil etdik. Ushbu klubning eng katta vazifasi 2026-yilgi Jahon chempionatini stadiondan tomosha qilish edi. Bu yo'lda professional harakat qilib, yakunda klub a'zolarining 80% ga AQSh vizasini oldik. Meksika va Amerikadagi Jahon chempionatini stadiondan kuzatdik. Bularning barchasi bir umr yodimizdan chiqmaydigan xotira bo'ldi. Talab va takliflardan kelib chiqib, Markaziy sektor yangi mavsumdagi kuzgi El Clasico, qishda bo'lib o'tadigan O'zbekiston milliy jamoasining Osiyo Kubogidagi o'yinlari, bahorda Abduqodir Husanov ishtirokidagi Manchester derbisi va mavsum yakunida Yevropa Chempionlar Ligasining muhim uchrashuvlariga bir jamoa bo'lib, unutilmas sayohat rejasini tuzdik. Ushbu klubga faqat 25 kishini qabul qilamiz. Ustozimiz Xayrulla Hamidov mazkur klubimizning doimiy rezidenti bo'ladilar. Ayrim safarlarga klub a'zolari bilan birgalikda chiqamiz. Bundan tashqari, har oy Toshkentda doimiy uchrashuvlar tashkil qilamiz. Agar siz ham haqiqiy futbol mutaxassislari va muxlislari bilan birgalikda butun Yevropa bo'ylab sayohat qilish rejangiz bo'lsa va ushbu 25 kishilik klub a'zosiga aylanishni xohlasangiz, quyidagi manzillarga bog'lanishingizni so'raymiz. Tez orada ko'rishguncha deb qolaman. Uzunman bir zanjir paydo bo'lganda Chouameni ketish kerak edi, Rodri kelish kerak edi, Bernardo Silva umuman Barselonaga o'tish kerak edi. Hozir hamma narsa shu qadar o'zgarib ketdiki, Real Madrid menimcha hozir o'zi istagan darajada yarim himoyaga ega. Hattoki Levanteda La Ligada qolish uchun kurashishga yordam berib yurgan SP g'alaba golini kiritdi. Arif aytgandek, bunaqasi avval bo'lmagan. Judayam aytaylik Bellinghamning ikkinchi bir kopiyasi desak bo'ladi. Aynan o'sha uchun ham Real Madridga olib kelingan. Bekorga uni tushirmadi. Mourinho kutgandiki, ya'ni havodan uzatmalar bo'ladi. Espanyol o'zi shunaqa. Qaraydigan bo'lsak, 4 ta jamoaga qarshi o'ynash uchun butun mavsumga tayyorgarlik ko'radi. Manolo Gonzalez, bu tarafda Jose Mourinho juda ham qarama-qarshiyu, lekin qaysidir ma'noda bir-biriga o'xshash murabbiylar, ikkalasi ham o'zlarini aynan kamera oldida juda ham yaxshi his qiladi. Madridga keladigan bo'lsak, juda katta muammo aynan maydon markazida demagan bo'lardim. Qanotni balanslashtirib olish kerak. Jose Mourinhoni bilamizki, o'sha qanotlarda futbolchilarni aynan hujumda qanotda kim o'ynashiga qarab tanlaydigan murabbiy. Aynan mana shu Espanyolga qarshi o'yin ham shuni ko'rsatdi va Rodri haqida bergan savolingizga keladigan bo'lsak, Rodrini o'zi tanlov qilgan, qaysi klubning o'yin uslubi unga mosroq tushishini. Madridga menimcha mosroq tushardi, chunki universal futbolchi, lekin Barsada u o'zini juda ham yaxshi his qilishi aniq, chunki buni u aynan Jahon chempionatida ko'rib his qildi. Vini masalasi bu yerda hal qiluvchi bo'ldi-yu. Ya'ni uni qolishi Vini masalasi juda katta deb o'ylamayman. Agar mabodo kelganda ham ular do'stlashib ketardi. Hozir Vini o'zgardi, tashqi ko'rinishi ham o'zgardi. Nega ko'rdingizmi? Qizil olishi mumkin. Ko'rinishi o'zgardi. O'yinda ya'ni uni tepishdi-yu. To'g'ri, mana shu vaziyat o'zi beliga yiqilib yotgan Vinicius tepishdi. Doim provokatsiya bo'ladi. Lekin hakam VAR ko'rgani yo'q. Ya'ni VAR aniqroq ko'rib chiqmadi. U vaziyat qolib ketdi. Keyin u sariq oldi va keyin o'zi yana hali simulyatsiya qilib qizil ham olishi mumkin edi. Ya'ni yana hakam bilan talashib yuribdi. Yuzi o'zgargan bo'lsa ham, menimcha fe'li o'zgarmadi. Yo'q, endi Orif, mana bunaqa bir vaziyat bor. Espanyol. Espanyolga qarshi birinchi o'zi Ispaniya ommaviy axborot vositalari o'yinni qaysidir ma'noda shishirib yuborishdi-da. Mourinhoni bekorga ko'rsatmadi. Har bitta anaqada Mourinho 2010-yil kelganda ham xuddi shunaqa kadrlar bo'lgan. Mourinho tabiiyki yoshroq bo'lgan. Ular o'yladi, hozir Madrid haqida ko'proq yozadigan nashrlar biz Barselonada, Espanyol maydonida
katta xonali g'alaba qayd etamiz dedi. Ya'ni 3-0, 4-0, 5-0. Lekin Espanyol o'zi aytib o'tdim, Real Madrid, Barselona, Atletico Madrid so'nggi yillarda Girona qo'shildi. Faqat mana shu 4 ta klubga qarshi o'sha top o'yinni ko'rsatishga harakat qiladi, qolgani qiziq emas. Chunki murabbiyga bog'liq. Manolo Gonzales o'zi tabiatdan mana shunaqa. Hammasini yomon ko'radi, bir xil yomon ko'radi, balki Barselonani ko'proq yomon ko'radi. Qo'shnisi bo'lgani uchun shu sababli men hayron qolmadim. Mana shunaqa follar, Vini bilan bo'lgan vaziyatlar, o'sha tepgani, ularga umuman qizig'i yo'q. Qizil oladimi, sariq oladimi. Ular mana shu muxlislar atmosferasi uchun o'ynab beradi. O'xshab qolsa g'alaba qozonadi, chunki Orif esingizda bo'lsa 2024-25 mavsumida juda katta Mbappe bilan bog'liq bo'lgan esingizdami? Tepganda qizil bermagan, juda katta shov-shuv bo'lib ketgandi. Aynan Espanyol bilan o'yinda Real Madrid ochko yo'qotgan o'sha o'yinda. Yo yutqizgandi, yo durang qayd etgandi. Real Madrid TV ham o'sha haqida juda katta bir hujjatli film ishlab chiqargan. Xullas, Mourinyo zo'r gap aytdi. Ham maqtov, ham ozgina kulib qo'ydi Espanyolning ustidan. Espanyol futbolchilari jahon chempionatida ishtirok etmagani sezildi. Kutilgandan yaxshiroq o'ynadi dedi. Va jahon chempionati omili Real Madridda sezildi. O'zi umuman APLda hamma jamoalarda haqiqatan jahon chempionati ta'siri bor ekan deb o'ylagandim, toki kecha Barselonaning o'yinini ko'rmaguncha. Endi unga keyinroq o'tamiz. Real Madridga keladigan bo'lsak, Mourinyoda bitta asosiy muammoni aytib o'taman, o'sha ko'zimga tashlandi. Mbappe o'zi istamay baribir chap qanotga ketib qolyapti. Vinicius bilan 2 metrli orada distansiya bor. Ya'ni o'zi aytilmagan unga. Vinining qanoti. Vini aynan shu uchun ham o'zini shartnomasini uzaytirdi. Endi Mourinyo aynan mana shu masalani hal qilish kerak. Chunki Ancelotti paytida, Arbeloa paytida, Alonso paytida ozgina mana shu muammo bo'ldi. Menimcha Jose buni sal o'sha gitarani to'g'irlaydigan bir mutaxassis sifatida tortib to'g'rilasa kerak. Ha, Jose gitarist. Gitara bo'lmasa bo'ldi oxiri. Rostdan ham to'g'ri narsaga e'tibor qaratdi Farruh. O'sha Realda chapga og'ish bor. Shu chap tomonga ketib qolgan razvali. Nimagaki issiqlik kartasini ham ko'rib chiqdim-da. Hatto o'nroqda o'ynagan Güler ham markazga qarab surilgan. Bu yoqda hali jamoaga to'liq kirishib ketmagan Dumfries juda unaqa hujumga o'tib ketib qolmadi. To'g'ri, bu vaqt o'tib yechiladi, chunki Trent asosiyga chiqadigan bo'lsa, Trent deyarli yarim himoyachi. Diamande adaptatsiyadan o'tib oladigan bo'lsa, u bemalol o'ng qanotda o'ynashi mumkin, lekin hozircha deylik Realga qarshi tayyorlanganda eng zo'r himoyaviy resurslarni o'ngga o'tkazgan holda ancha bloklasa bo'lar ekanda. Vinicius, Mbappe hamma o'sha tarafga ketib qoladi yoki bo'lmasa markaz. O'sha menga eng yoqqani matbuot anjumanidagi gapi Juddan jarima maydonchasiga yaqin foydalanish haqidagisi bo'ldi-da. Chunki Jud birinchi kelganda o'sha to'plar bo'lgan, Real bilan hamma narsani yutgan, Chempionlar Ligasini yutgan, chempion bo'lgan. O'shanda u o'ziga qulay pozitsiyada o'ynaganda, keyingi ikkita mavsumida unaqa bo'lmadi. Majbur bo'ldi. Turli sabablarga ko'ra majbur bo'ldi. Jarohat ham bo'ldi orada boshqa-yu. Lekin endi bu safar agar undan to'g'ri foydalansa, menimcha Bellingham mavsumdagi o'sha kalit futbolchi bo'lishi mumkin, muhim. Lekin markazni hal qilish kerak baribir. To'g'ri, Espanyolga qarshi uchrashuvda juda bir katta sezilmagandir, ammo muhim uchrashuvlarda seziladi. Bu to'g'ri fikr. Men o'ylaymanki, Joseni xarakteriga, o'yin uslubiga, umuman bir insoniy anaqalariga, tushunchalariga Jud eng mos Realda. U jangchi, taslim bo'lishni xohlamaydigan, g'alaba uchun hamma narsa qiladigan va Viniciusdan farqli ravishda xarakteri kuchliroq-da baribir. Viniciusda qaysidir joyda ketib qolishi mumkin-da. Ana shaxsiyga o'tib ketib. Jud shaxsiyga o'tayotgan joyda ham jamoa foydasiga bo'lsagina oxirigacha kurashadigan. Shunaqa xarakteri bor. Va misol uchun bilmadim, Jose mehnatkash futbolchilarni ham yaxshi ko'radi-yu, lekin u ko'proq baribir isyonkor futbolchilar bilan osonroq til topishadi. Eng zo'r shogirdlari Zlatan Balotelli bo'lganda, Jose eng zo'r chiqishgan shogirdlari. Ikkinchi o'yinga o'tsak bo'ladi. Barselona ishtirokidagi bahs umuman muammosiz o'tib ketdi deyish mumkin, lekin bugun juda ko'p yozilyapti mana shu masalada. Baribir hujumchi kerak yoki
bu tarkib bilan hujumchisiz yutsa bo'ladi, xuddi Ispaniya terma jamoasidek aynan yakunlovchi hujumchisiz o'ynasa bo'ladi degan bir ta'riflar ishlatilyapti. Kecha oldingi chiziqda kim maydonga tushgan bo'lsa, hammasi zo'r o'ynadi. Gordon, Fermin yoki Adeyemi asosiy tarkibda boshlab, ammo Rafinha baribir jarohatsiz holatda bo'ladigan bo'lsa, rostdan hamma pozitsiyada o'ynay oladigan kalit futbolchiligini ko'rsatdi. 5-0 hisobi, go'yoki Barselonada umuman muammo yo'q. Hali Rodri yoki Pedri kabi futbolchilar maydonga tushadi, ammo baribir so'nggi mavsumlardagi eng qaysidir ma'noda ojiz nuqta bu yakunlovchi hujumchi. Shu ma'noda. Ha, Barselona juda ishonchli start oldi va rostdan ham bu yerda agar boshqa jamoalarda jahon chempionatida og'ir turnir o'tkazganlar uncha yaxshi formada emas deydigan bo'lsak, Barselona yarmi Yevropa jahon chempionlari bo'lyapti-da. Oxirigacha o'ynagan. Lekin boshqa tarafdan Kubarsi, Rodri bir ikkitasini, Pedrilarni baribir ayadi, asosiy tarkibga kiritgani yo'q. Va bu narsa ko'rsatadiki, mana ko'p rotatsiyani ko'rishimiz mumkin-da bu uchrashuvda, lekin Barsada rotatsiyasi ham asosiyga tortyapti-da. Hali bu so'roq ostida kim asosiy, kim asosiy emas. Ikkita teng kuchli tarkib shakllantira oldi. O'tgan yil Arsenal qilgan ishni Flick amalga oshirdi. Bu transferlardan keyingi xulosam, biroq qo'shilaman, hujumchi yo'q. Rafinha hujumda o'ynadi, Rafinha hujumda o'ynay oladi. Lekin Rafinha baribir qanotda effekti ko'proq. Gordon hujumda o'ynay oladi, u ham qanotdan hujum tashkil etsa effekti ko'proq. Markaziy hujum hali ham Julian Alvaresga umid qilyapti Barselona. B rejasi bordir. Chunki Atletico qilayotgan ish o'sha media urush, ochiqdan ochiq o'sha qancha bir 400 million narx qo'yib qo'ygan, xohlasang to'la deb xohlamayapti. Bo'ldi, bu olib qoladi, har qanaqasiga olib qoladi deb o'ylayman. Va bu alohida mavzu, buni ham gaplashishimiz kerak deb o'ylayman. B rejani ishga solish kerak Barselona. B reja nima? Kimdir Lautaro dedi. Yana bitta ikkita Yokeresh misol uchun nomi bor. Yokeresh bormi? Ha, variantlarda bor. Arsenal endi olgan Yokereshni beraveramiz. Arsenal Alvares uchun kurashyapti endi. Shunaqa xabarlar chiqdi, o'zi xohlayapti. Endi hozir Bu qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yokeresh. lekin Rafinha zo'r ko'rindi oldingi chiziqda. Zo'r. Ya'ni yechim sifatida yaxshi ekan. Agar mabodo o'xshamasa Alvares va B reja ham o'rtacharoq bo'lsa, balki bu mavsum oxirigacha shudir. Rafinha hujumda uni sinash, chunki tan olish kerak, Rafinha yildan yilga agar o'sha pikini oladigan bo'lsa, oltin to'pga da'vogarlik qilgan Rafinhani Tezligi. sal pasayapti. Tezlik. Reaksiyalari, tezligi, o'yinni his qilishi, jarohat ko'p olyapti. Eng zo'r Rafinha deya olmaymiz hozir Barselonada. Shu payt shunaqa deya olardik. Shuning uchun baribir Rafinhani pozitsiyasini o'zi pozitsiyasini o'zgartirish evaziga ochilib ketgan edi. Hozir yana pozitsiyasini o'zgartirish evaziga yana bir yangilab yuborish imkoni bor. Shu muammo Barselonada hozir, u ham qanaqa muammo? Yechimi bor, lekin undan ham yaxshisini hozir oldin emas, bir 3-4 yil oldin aytilardi, Barselona tarkib bilan muammo, moliyaviy muammolar, lekin hozir Barselona istagan futbolchisini olyapti. Barselonada pul muammo emas deydi. Pul ham muammo emas, tarkib ham muammo. Hozir agar yarim himoyada kim tushdi bu uchrashuvda? Gavi, Bernal, Lopez tushdi. Zaxirada kim qoldi? Olmo, Rodri, Pedri qoldi-da. Jahon chempioni. Anu boylar bo'ladi-yu, garajni bundoq ochsa Mercedes, Rolls-Royce, Bentley turgan bo'ladi, o'zi BMW da yurgan bo'ladi. Shunaqada hozir bemalol Flick mashinani har kuni almashtirsa ham bo'ladi va hech qanaqa minusga ishlamaydi bu narsa. Yarim himoyani beton qilib tashagan. Himoya masalasini ham nisbatan hal qildi. O'ylaymanki, bu mavsum Barselona himoyasini tartibga solish hisobidan yaxshiroq o'ynaydi. Bitta shu yo Rafinhaga imkon berish, yo yana bitta hujumchi olish masalasi qoldi. Endi bu o'yinga chuqur kirish kerakmi yo'qmi bilmayman-u, lekin oddiy qilib aytganda yo'q qildi. Menimcha
o'yinni ichida bir masalan Reallo o'yinida davrlarga bo'lib mana hozir biroz gaplashdik, o'zgarishlar u yoqda foyda keltirdi, keyin himoyani qanaqa boshladi markaz. Muammo bor. Bu yoqda menimcha bir tekis o'tib ketdi. Endi raqiblarda ham farq bor-da, chunki mana Espanyol ta'riflagan bo'lsalar, Elche u darajadagi raqib emas. Qo'shimchasiga o'sha markaz umuman boshqacha bo'ladi. Barselonani biz kutayotgan mavsum o'rtasidagi hammasi joyiga tushib ketgandagi ideal markazi bu Pedri, Rodri va uchinchisi Olmo bo'lsa kerak endi ko'p ehtimol. Gavi bilan ham variant ko'riladi-yu, lekin Gavi ham Gavi jarohat oldi, endi ko'rish kerak. endi Fermin ham zo'r mavsum o'tkazdi o'tgan yili, lekin jarohat olib qoldi-da. Fermin bilan Olmo raqobatini kuzatish qiziq bo'ladi. mani nazarimda endi Alvarez kelmagandan keyin aniq Barselonaga bermoqchi emas, maksimum Arsenalga o'tishi mumkin, lekin bu ham hali juda qiyin. Hozir gaplashsak kerak-ku. Mana shu variant ancha qulay, chunki hozir Barselonada sof markaziy hujumchi yo'q, lekin markaziy hujumda o'ynashi mumkin bo'lgan bir necha futbolchi yig'ilib qoldi-da. Mana biz Rafinhani ko'rdik. Ko'rganmiz ham oldin, chunki o'sha Chempionlar Ligasida eng zo'r mavsumini o'tkazgan o'yinlarda u shunaqa gollarni ko'p urgan markaziy hujumda bo'lib turib yoki o'zi qanotdan kirib. Gordonni bilamiz, shu pozitsiyada Nyukaslda o'ynashga majbur bo'lgan, u ham o'ynashi mumkin va Adeyemi ham menimcha shunaqaroq futbolchi, ya'ni o'ynay oladi markaziy hujumchi. Shunaqa ikkinchi hobbisi markaz bo'lgan futbolchilar yig'ilib qoldi. Faqat o'sha tanlov yo'qoladi. Mana hozir hamma pozitsiyada tanlov bor edi-yu, xohlagan mashinasini havoga qarab, kayfiyatga qarab hayday oladi. Hujumda agar shu turishida qolsa, bitta varianti voy, shunga nimadir qilib qolmasin degan holatga tushib qoladi. Bu anaqaga o'xshab markaziy sektor AQSh safariga bordi-yu, eng zamonaviy kameralar, zo'r texnika hammasida faqat mikrofon bormadi. Shunga o'xshab qoladi Barselona. Dahshatda, lekin bitta muhim detal qaysidir joyda shu palm berib qo'yish mumkin. Sof hujumchi yo'qligimi? Lekin sanagan mashinalar hammasi tekis yo'lda, to'g'ri yo'lda yuradi. Bitta tog'ga chiqadigan mashina kerak-da, Lewandowskiga o'xshaydigan. Bir yilda 1-2 marta tog'ga barib chiqiladi. Chempionlar Ligasini yutish uchun City ham Holland oldi-yu baribir. Shunaqa baribir kerak bo'lib qolar degan. Maris Farhoy. Flik 3-chi mavsumi menimcha eng o'sha kuchga to'lgan tarkibga ega mana shu mavsum bo'lsa kerak va Barselona muxlislari o'zi bilan Flikni kuzatib yurganlar endi ham Chempionlar Ligasini talab qilish kerak. Hujumchi keladimi, kelmaydimi? Menimcha Davron aka o'sha boya aytganingizdek ikkinchi variant dedingiz, hujumchisiz. Shuncha mavsum Lewandowski bilan o'ynadi, bordi yarim finalgacha. Agar Barselona aytaylik Alvaresni olmaydigan bo'lsa va mana shu tarkib bilan davom ettiradigan bo'lsa, o'sha bir paytlar Pep qurgan Barselona, yaqqol hujumchi yo'q, lekin jamoa ajoyib o'ynagan. Flik ham mana shu shablon yoki aytaylik qandaydir qo'llanma sifatida ishlatish mumkin. Endi hozir Julian Alvares keladimi? U yoqda Deku Portugaliyada u joylarda yuribdi, ya'ni boshqa futbolchilar bilan gaplashish uchun. Keladimi, kelmaydimi, lekin potensial hujumda juda kuchli. Ayniqsa o'sha Fermin Lopes hamda Dani Olmo bitta pozitsiyada o'ynaydi, lekin umuman ikki xil futbolchi. Bittasi ham yakunlay oladi, ham pas uzatadi, ikkinchisi umuman dirijor sifatida harakat qiladi. Zarbalar bor ikkalasida ham. Shu sababli Flikda hozir yoqimli bosh og'rig'i, qaysi futbolchini qo'yish. Kecha Gordon chiqdi, 5 daqiqada 2 ta assist. O'zi ham gol kiritish mumkin. Bu yoqda Rafinha. U tarafda Yamal hali o'zini formasini umuman tiklay olmagan, bir oy ham dam olmagan futbolchini tushunsa bo'ladi. Ham yosh. Yaqinda o'sha 19 yoshini nishonladi. Bu yerda o'sha shaxsiy hayot, o'yin kulgu hali formasini tiklamagan, lekin tiklaydigan bo'lsa, asosiy muammo Barselonada baribir men hujumdan ko'ra himoya deb o'ylayman. Himoyani kuchaytirmaydigan bo'lsa, Yevropa, mana bu Davron akaning ortida turgan ba'zi bir klublarga qarshi o'yinlar juda qiyin o'tishi mumkin Chempionlar Ligasida. Lekin Flik 3-mavsum endi jiddiy o'sha talab qilsa bo'ladi yaxshiroq natijalarni. Yaxshiroq natija bu faqatgina Chempionlar Ligasi. Qolgan hammasini shunda g'alaba qozonib kubokka erishish mumkin. Ha, shunaqa. O'zi mavzu orasida gaplashib ham ketdik. Bir futbolchi haqida, bir jamoa haqida, Atletico Madrid va Julian Alvares. Shu paytgacha Alvares xeytri yo'q futbolchilar sirasiga kirardi-da, baribir. Hatto Barsa yoki Real muxlislari ham yomon ko'rmagan futbolchi. Kinolarda ikkita oila, ikkita klan o'rtasida janjal bo'ladi-yu, kimdir baloga qolib ketadi. Julian Alvares shunaqa bo'lib qoldi-da. O'zi Barselona 300% uni olamiz deb ham harakat qilmadi. Atletico Madridni jig'iga tegib qo'ymoqchi bo'ldi ozgina. Chunki Atletico Madrid Bernardo Silva bilan gaplashayotgan paytda Barselona bir oraga qo'shildi, u bilan kelishdi
Bu ikkitasi urushayotgan paytda Real Madrid foydalanib qoldi, olib ketib qoldi Bernardo Silvani. O'zi ungacha bo'lib kelgan o'sha publikatsiyalar, postlar, har xil troll qilishlarni Barselona bo'ldi, mana bunaqasiga gaplashamiz dedi. Hattoki kecha ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Atletico Madridda o'yinda hamma muxlislarning yoniga borganda Julian Alvarez biroz ketdi. Diego Simeone aytdi, bu klubni ya'ni qarori bo'ldi. Lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, ular hozir jazolashyapti. O'sha Bechora Julian Alvaresni hattoki o'sha yangi mavsum oldidan tushgan mo'ylovli surati ham chiqdi-yu, juda ham mungli Xafa nigohlar. Xuddi mana shu ikki klub o'rtasida bo'layotgan mana shu ishlarni hozir Barselona mana shunday javob beryapti. Puli bor, beradi, o'sha qancha so'ragan bo'lsa 130 millionmi yoki qancha 150 million, lekin albatta 500 million desa u kecha o'sha insayt chiqdiki, o'zi o'yindan keyin matbuot anjumanida Simeone himoya qilgani ham bu insayt to'g'riligini ko'rsatdi. O'zi tarkibga kiritmoqchi bo'lmagan. Ya'ni biladi-ku, bosim yeb qo'yadi Metropolitano. Safardagi uchrashuvdan boshlab qanaqadir yoki deylik avaylab olib kirsa bo'ladi qolgan taqdirda ham. U kecha kiritmoqchi bo'lmagan, lekin rahbariyatdan boshqaruvdan kiradi, zaxirada boshlaydi, tushadi degan topshiriq bo'lgan. Shunaqa bo'ldi va oxirdagi mana bu epizod o'zimni ismi aytilganda futbol shunaqa muxlislari sal nima deydi, xotirasi qisqa bo'ladi. Kecha misol shu futbolchi jamoaga foyda keltirib turganda, gol urib turgan yulduz edi, lekin jamoani ham to'liq ayblab bo'lmaydi. Shartnoma bor o'rtada, boshqa. Faqat men baribir bitta narsaga shu joyda oxirgacha men fikrim o'zgarmagan. Bir futbolchi agar qo'shimchasi bir qanaqadir vazifani bajarib bo'lgan, yillar xizmat qilgan futbolchi endi ketmoqchi bo'lsa, menimcha faqat bu yerda masala raqobatchisiga berishda bo'lyapti-da. Arsenalga berishga qarshi emas menimcha Atletico, faqat Barselonani kuchaytirib yubormoqchi emas-da. Yo'q, chunki Orif Ispaniya Superkubogi, Qirol Kubogi, La Liga, hatto Chempionlar Ligasida ham to'qnash keladi. Agar Julian Alvarez Barselonaga o'tadigan edi, Real Madrid varianti umuman ko'rib chiqilmaydi. Bu tabiiy holat. Agar Barselonaga o'tadigan bo'lsa va Atletico Madridga qarshi o'tgan mavsum qancha 6 ta o'yin o'tkazdi Barselona. 6 tasida ham Julian Alvarez gol kiritadigan bo'lsa, bu alamli bo'ladi. Endi birinchi marta emas u deymiz-da. Grizmann qo'ygan. Shunaqa. Nima uchun endi Grizmann bilan sotganda u payt juda yaxshi edi munosabatlar. Nima uchun Julianni hozir hate qilishyapti, hushtak chalishayapti? Shunchaki Julianni o'z og'zi bilan ketmoqchiman deb aytgan o'sha jahon chempionati payti bo'lganda. Endi hozir haqiqatan qo'shilaman, futbolchi ketmoqdim, qo'yib yuborish kerak. 3 ta variant bor Julianda hozir. Barselonaga nima qilib bo'lsa ham o'tish yoki Arsenalga o'tish, aytaylik boshqa klubga, Atleticoga yoki eng Juliandan hozir hamma kutayotgani ommaviy o'zini Instagramida video qo'yib, uzr so'rab Atletico muxlislaridan men shu yerda qolaman deyish shunda to'xtaydi. Bo'lmasa juda yomon davom etadi. Chunki Barselonadan qaytgandan keyin Grizmann uzr so'ragandi, men xato qilgan ekanman deb 120 million yevrolik uzr bo'lgan. Barselona minusda endi. Hozir o'shani endi Julian bilan shuni yopmoqchi bo'lyapti. Qisqa so'ramoqchiman, ketish kerakmi Julian yoki qolganmi? Ikki tomondan ham olib qaraydigan. Qisqa bo'lmaydi-yu, sal mana fikrimni aytib ketmoqchiman. Muammo Julianning o'zida ham bor. Nimagaki u avval boshdan u emas, u aynan uning jamoasi deylik, agenti, kim u bilan ishlasa, to'g'ridan to'g'ri Barselona bilan muloqotga chiqqan va kelishuvga erishgan. Shu narsa Atleticoga yoqmagan. Amaldagi shartnomasi bor futbolchi. U yerdacha qanaqadir qonun buzilishi bo'lmagan. Shunchaki futbolda o'rnatilgan ba'zi jentelmenlik qoidalarini buzilishi bo'ldi. Misol klub orqali, Atletico orqali, to'g'ri bu yerda sal Atletico ham bag'ri kenglik qilishi mumkin edi, mayli, shuni xohlayotgan bo'lsa. Lekin Atletico juda qat'iy pozitsiyaga turib oldi. Men bunga ham uncha qo'shilmayman. Bu yerda prinsip ketyapti-da. Ya'ni bunaqa kayfiyatdagi Julian Alvarez foyda keltiradimi Atleticoga? Yo'q albatta. Buni yaxshi tushunib turishibdi. Lekin qat'iy bu xuddi Mbappeni PSJ'da oxirgi mavsumiga o'xshaydi-da. Unaqa o'ynamagan. Ketish kayfiyatida bo'lgan, xafalashib 1 yil o'ynamay mana shunaqa o'tkazgan. Endi o'zi zo'r futbolchi bo'lgani uchun tushgan payt golda urgan, u bo'lgan, lekin haqiqiy bir anaqasini ko'rsatmagan. Jonkuyarlik ko'rsatmagan. Shuning uchun o'sha Orif aytdi-yu, Barselonaga bergisi kelmayapti raqobatchisiga.
mani sal boshqacharoqki, Barselona va Atletiko o'rtasida oldi-berdi bor oldindan misol. Barsaga Atletikodan futbolchi transfer qilinishi normal. 1 yil davomida hech bo'lmasa bitta ikkita o'yinchi o'tadi. Bu yoqqa ham, bu yoqqa ham. Suarezlar borib keldi. Ha. Bu yerda muammo aynan klub Barselona tomonidan ham, futbolchi jamoasi tomonidan ham hurmatsizlik qilindi deyilyapti Atletiko tomonidan. Bitta shu muammo, g'ururiga tekkani muammosi Atletikoni mana shunday qat'iy pozitsiyada turishga majbur etyapti. Chunki hozir Barselona Alvares o'tsa ham o'tmasa ham yuta oladi-da Atletiko. Shu boya aytganimizdek, yo boshqa hujumchi oladi, yo bo'lmasa Rafinha ham o'ynab yutishga qodir jamoa. Barselona Atletikoni Alvares bilan birga ham usiz ham yutishga qodir. Gap aynan shu Atletikoni chetlab o'tishda, shu yoqmadi xolos. Va bu ko'cha tomonlama olib qaraganda to'g'ri, lekin hozirgi zamonaviy futbol chiziqcha biznes tushunchalari bo'yicha noto'g'ri. Balki lekin baribir o'sha hozir bundan oldingi taxminan 15 daqiqacha muhokamamizda o'sha B reja degan so'z ishlatdik-ku, o'zi A rejada Alvares bo'lganda Barselonada. O'sha A rejasini demak buzib qo'yishni istaganda, to'g'ri, baribir 4 yil hali shartnomasi bor-da, uni 4 yil 30-yilgacha imzolagan. Agar Barsa klub orqali chiqib turib, Alvares buni Atletikodan eshitib, nima qilasan, o'tasanmi, bizga 150 million taklif qilishyapti sen uchun deganda allaqachon sotilib ketardi deb o'ylayman. Bo'lishi mumkin. Keyin Davron aka yana bir vaziyat bo'lyapti u yerda. Orif Mateo Alemani Barselonada bir necha yillar davomida sport direktori sifatida faoliyat olib borgan, Atletico Madridga o'tgan, bilasiz. Uning u ketgandan keyin Deco keldi o'sha rolga. Barselona o'yladi, u orqali hal qilamiz dedi. Nimaga? Chunki Manchester City'ning CEO'si, ya'ni bosh direktori, o'sha prezidentdan keyin turadigan odam, Ferran Soriano bir paytlar Laportani o'ng qo'li bo'lib ishlagan. Shu sababli Rodrini o'tish juda oson kechdi. Ferran Torres, yana boshqa futbolchilar. Aynan Ferran Soriano o'sha paytlarda Alvares bir paytlar City'da o'ynab yurgan paytda Barselonaga taklif qilgan ekan. Shu bolani olinglar, tushadi sizlarga deganda Barselona ko'nmagan, boshqa futbolchini olgan, Atletico Madrid olib ketgan buni. Juda arzonga olgan o'zi. Hozir muammo shunda bo'lyapti. Mateo Alemani ham bir paytlar o'zi ishlagan klubga eshikni yopib qo'ygan. Bermaymiz deyapti. Bu yerda Enrique Cerezo Atletico Madridda prezident turib olgan, umuman hech qanaqasiga Barselona Shu prinsiplar jangi ketyapti. Hozir bu yerda bitta odam hal qilishi mumkin, Diego Simeone. Agar prezidentga bu futbolchi menga kerak emas, bunaqa kayfiyatli futbolchi sotganimiz yaxshi desa bo'ladi, lekin u ham hozircha bu gapni aytmayapti. Kerak bizga dedi. Kimga kerak mana shunaqa futbolchi? Ketish kerak, boy savoliga javob ketish kerak. Menimcha o'zi uchun ham foyda bo'ladi ketish. Man futbolda ham istalgan joyda, masalan, inson o'zi bo'lishni istamayotgan joyda menimcha foyda keltirmaydi. Klubga unaqa ko'p foyda keltiradi. Kecha endi bu tasodifmi? Endi o'g'liga va'da bergan deyapti, hattoki o'sha O'rgimchak odam filmi premyerasi ancha oldin bo'lgan bo'lsa-da, Rafinha gol kiritgandan keyin nishonladi-yu. Julian Alvares. Endi unaqa nishonlash ko'rgan odam ezilib ketadi-da, ko'rib. Mana shular bir Comedy Club'da bir gap bor edi. Ular u yerda, biz bu yerda xuddi biz Amerikaga vizamiz juda ham kech chiqdi. Bizga hamma u yoqda biz videolarni ko'rib "Они там, а мы тут" deydi-yu. Shunaqa gapda, unda ham shunaqa bo'lyapti. Julian Alvares. Mani keyin kech chiqdi. Siz ham ketib bo'luvdingiz. Ispaniya mavzusidan endi Angliyaga o'tsak, chunki u yerda birinchi tur anchagina voqealar bilan boshlandi. Arsenal ikkinchi rasmiy o'yini ikkala bahsda ham ishonch bilan, salobat bilan yutyapti. Chempionlikni himoya qilishiga menimcha hech kimda shubha yo'q. Shunaqa ko'rinyapti-da, raqib topilmayapti. Manchester City'ning o'yini, bu yerda qolgan raqiblar hattoki ochko yo'qotishdi. Butun transfer bozorini yondirib tashlagan Tottenham 3 talab to'p olib chiqyapti. Shu Angliya mavzusiga to'xtalsak, birinchi baribir Arsenaldan boshlaganimiz ma'qul. 3-0 hisobdagi g'alaba, muammosiz Arsenal, lekin baribir yana transfer qilishga xohishi bor, Alvaresga bejizga qiziqmayotgan. Ya'ni chempionlikdan keyin
yana bitta bosqich yuqorilagandek ko'rinayotgan Arsenal. Rostdan shunaqami, muammosizmi? Chunki transferlar ham juda zo'r ish berdida baribir. Solis misol uchun. Endi Angliyada unaqa muammosiz deyish qiyin. Birinchi turdan keyin baribir Arsenal ham mavsumning ma'lum bir qismida muammoga duch keladi. O'tgan yil ham bo'ldi bu narsa. O'sha qishdan chiqib olgandan keyin muammoga kirib qoldi. Va lekin bitta narsani aytish kerak, Artetada juda sekin bo'lsa ham, lekin stabil ko'tarilish. Katta tituldan keyin bu qanaqa kechadi bilmaymiz. Qanaqa bo'ladi futbolchining kayfiyati. Biroq shu Chempionlar Ligasi finalida yutqizgani ularni baribir yana bizga yana nimadir yetishmayapti degan fikr bilan oldinga intilishga majbur etadi. Boyagi fikrga qisman qo'shilamanki, ya'ni Arsenal chempionlikni himoya qilish ehtimoli katta deyildi-yu. Sababiki Arsenal bunaqa kamchiliksiz, o'ta qudratli bo'lgani uchun emas, boshqa raqobatchilarida juda katta o'zgarishlar bo'lib ketgan. City deb oladigan bo'lsak, asosiy raqobatchi mana ko'ryapmizki, Guardiola erasidan keyin Maresca qo'liga o'tish ham talofatsiz bo'lmaydi. Yoki kim yana raqobat Manchester United ko'rdik, qoqilish bilan boshlayapti. Yo bo'lmasa Liverpool ham yangi murabbiy bilan ishga kirishdi, u ham qiynaldi kecha. Chelsea hali endi ko'rish kerak Chelsea'ni. Zo'r o'ynab ketishi ham mumkin, lekin yutqizmay chempion bo'lishi ham mumkin. Menga o'zi boshida ham aytgan edim. Chelsea'ni xuddi boya Real kuzatish qiziq dedim. Chelsea'dagi jarayonlarni kuzatish ham qiyin. Chunki Alonso baribir tartibni yaxshi ko'radigan murabbiy, eng betartib jamoaga keldi hozir Angliyada. Xo'p, bu mavzuga o'tib ketdik-ku. Kim qoldi yana raqobatchilar Arsenalda bo'ldi asosiy. Yo City'ni aytdim. Boshida. Shunaqa sharoitda Arsenal mavsum favoriti. Ammo kamchiligi yo'q demagan bo'laman. Lekin rostdan hammasi Arsenalni erasiga qarab ketadi. Birinchi navbatda Arsenalni o'zi, masalan, men o'tgan mavsum juda skeptik qaragan, savollarni ko'p bergan inson sifatida, mana bu mavsum kirish qismida ikkita rasmiy uchrashuv, ikki xil raqib, bittasi o'zini azaliy raqibi, o'sha qayta qurilayotgan City, ikkinchisi Championship g'olibi chiqqan Coventry. Ikki xil raqibni bir xil ustunlik bilan yengyapti. Ya'ni sezmayapti ular orasidagi farqni. Buni hali ko'rish kerak. Tabiiyki biz masalan kimgadir o'sha yana takrorlaymiz. Menimcha shu ko'rsatuvda birinchi turdan keyin yoki birinchi o'yindan keyin hali tugal xulosa berib bo'lmaydi. Ammo Arsenalda rostdan ham kecha o'zgarishlar. Masalan, Solis u o'sha aytilyapti, men u xarid qilinganda o'sha B variant qaysidir o'yinlarda, qaysidir davrlarda kerak bo'ladi deb o'ylagandim. Ammo kecha hozir Martinelli bilan muammo sizib chiqyapti. Shuni fonida ko'rish mumkinki, Solis ko'p ehtimol nafaqat bu o'yini tufayli, balki umuman jamoadagi vaziyat taqozosi tufayli asosiy bo'ladi. Va juda kreativ futbolchi, maydonni ko'ra olishi, impuls bera olishi ko'rinib turibdi. Va ikkinchi ochilib ketgan futbolchi meni nazarimda Edegor. Endi buni ko'rish kerak, hali kuzatish kerak barqaror. O'tgan mavsum pastlagan. O'tgan mavsum pastlagan-da. Men Edegorni bu mavsum sekin bunaqa raqobatda chiqib ketsa kerak deb o'ylayotgandim, chunki markaz juda raqobatli. Hozir zaxiradan jahon chempionlari tushyapti-da. Jahon chempionlari zaxiradan tushyapti. Merino qadrliydi Arteta, chunki Edegor yomon jarohatdan qaytgan, formada bo'lmagan holatda ham asosiyga tushiraverdi. Xuddi Rodri'ning formasini tiklab olsin deb City tiklab olsin deb Arteta faqat Edegorni ushadi formada. Shuning uchun. Shuning uchun zo'r o'ynadi Edegor. Arsenal endi siz shubhasiz deganingiz uchun men yo'q dedim-da. Endi shubhasiz qiyin, ammo yaqqol favorit Arsenal. Ya'ni shakllanib bo'lgan, qanaqadir kuchaygan, hali biz Gimaranchni ko'rganimiz yo'q, u qanaqa qo'shiladi va yana plus rostdan transfer bo'lishi mumkin. Chunki Martinellini Saudiya klubi so'rayotgan ekan, Hilol yoki Al Ahlimi so'rayotgan ekan. U transfer bo'lishi mumkin. Agar shunaqa bo'lsa, jamoada ham resurs paydo bo'ladi, ham endi qanaqadir imkon paydo bo'ladi transfer qilish uchun. Men o'ylayman, Arsenal xuddi Barselonani holatida, ular ham o'sha chempionlik, ya'ni qaysi ma'noda Chempionlar Ligasi ular uchun birlamchi va Chempionlar Ligasini yutish uchun esa chuqur tarkib kerak, keng tarkib kerak bor. Ikkala klubda ham, Barselonada ham, Arsenalda ham bor. O'xshash o'zgarishlar Gimaranchni o'zi rais bor
o'ynab turgan joyga olib kelishdi, Pedri o'ynab turgan joyga Rodrini olib kelishdi. Ya'ni bular ikkalasi men nazarimda qanaqadir chempionatlarida mukammalroq ko'rinyapti. Zaxirasi keng. Ha, zaxirasi kengroq. Shuncha himoyachisi, endi Gabriel bilan Saliba eng zo'r tandemmi? Plus Ezri Konsani transfer qilyapti Arsenal. APL mavsum boshlanishidan oldin video taqdim etdi, ya'ni murabbiylar ishtirokida. Birinchi bo'lib Arteta boshlab berdi. Mikel Arteta APL chempioni Arsenal murabbiyi va shu yerda tugatib turib ketdi-yu o'rnidan. Bu hazil tariqasida u harakat qilgan albatta. Arsenalda hozir bor mana shu narsa. Birinchidan, agar o'sha Big Six, ya'ni katta oltilikka qaraydigan bo'lsak, eng stabil murabbiyga ega. Hammada o'zgarib yotibdi. Eng tartibsiz jamoa deb aytdingiz, Davron aka, shu fikrga qo'shilaman. Xabi Alonso mana shuni ushlab, shu bir nima qilib tartibni joyiga qo'yish kerak. Haqiqatan hamma narsa kutsa bo'ladi, lekin Arsenal ayni paytda ishonchim komil, bu mavsum haqiqiy prime Arsenalni ko'ramiz deb o'ylayapmiz. Hattoki avvalgi mavsumlardan da mukammalroq jamoa va Martinelli borasida o'sha Arteta bilan bo'lgan muammo, u ketishi mumkinligi haqida o'tgan mavsum zaxiradan tushib shu qadar ko'p qutqardiki, juda ko'p narsaga sababchi bo'ldi baribir o'sha qo'lga kiritilgan ochkolar, bu yerda Chempionlar Ligasida. Lekin APLni bu mavsumdagi birinchi golni, ya'ni Arsenal boshlab berdi-yu, Kai Havertz kirityaptimi? Demak, Arsenal haqiqatan boshqa darajaga chiqqan. Bu mavsum men umuman boshqacha futbol kutyapman. O'sha Orif, fikringizga qo'shilaman. Birlamchi o'sha maqsad bu asosiy. Keyin yorqinroq ham bo'lsa kerak bu mavsum nisbatan o'tgan mavsumdan. Endi qolganlarning fonida United yutqizgani. Qolganlardan shu Manchester City baribir endi gaplashimiz bo'lmaydigan jamoa. Manchester Cityning mavsumni boshlab olishi qiyin bo'ldi baribir va shaxsan hayron qoldirgan jihat baribir yarim himoya. Rodri ketdi, Renders ketdi va yarim himoyada boshlagan futbolchilar o'tgan mavsum butkul boshqa joyda o'ynagan o'yinchilar edi. Shuning uchun Manchester Citydan Doronga Sharhladilar. Shu Manchester City oson bo'lmaydi bu mavsum. Lekin baribir tegish kerak emas Mareskaga. Baribir hozir to'g'ri City Guardiola fonida qaraymiz, titullarga o'rganib qolgan klub bir 2-3 ta o'yin yuta olmasa, darrov out boshlanadi. Lekin ozgina vaqt berish kerak. Baribir bu murabbiy o'ylaymanki munosib Cityni boshqarishga. Chelsea'da ham yaxshi ishlayotgandi. Oldin ham aytgandim, bu Mareskani ketkazish xato bo'lgan aslida. Lekin bu mavsumni qurbon qilishga ham tayyor bo'lish kerak. Bu mavsum titul yuta olmasligi yoki katta titul quriladi bu mavsum. Chempionlik yoki Chempionlar Ligasida Man Cityni favorit sifatida ko'rmasligi kerak. Endi afsuski shu o'zgarishlar davri Husanovning ko'nikayotgan davriga to'g'ri kelyapti. Muhimi biz uchun, futbolimiz uchun o'sha Husanov mana shu davrdan o'tib olishi muvaffaqiyatli. Kecha ko'ryapmiz, bari ishonchi bor. Asosiy tarkibda tushiryapti, qolaversa markaziy himoyaga qo'ydi. Va bu katta narsa deb o'ylayman. Yangi murabbiy kelgandan keyin ham u o'z darajasini saqlab qolishi, hali Guardiola yoqimtoy edi, faqat Guardiola buni tushunardi degan mif deymiz-ku, har xil xato fikrlarni darhol chetga surib qo'ydi. Umumiy olganda Cityda hali o'yin shakllanmagan. Men birorta bir bog'lam ko'rmadim. Hamma alohida o'ynab yuribdi. Bitta-ikkita pas o'xshayapti, kombinatsiya yoki individual mahorat evaziga o'tib ketyapti. Nega individual? Chunki zaxiradan maydonga tushgan Sherki o'yinni o'zgartirib yubordi-da. Ungacha qiynalayotgandi hujum tashkiliy jihatdan va bu yerda Bournemouthni ham alohida e'tirof etish kerak. Bournemouth yaxshi o'yin ko'rsatdi. Yangi murabbiy Roze jamoa sochilib ketmadi va qaytangi bitta transferlar orqali sal ushlab qoldi yaxlitligini. Raqobatli futbol, Angliyaga xos futbol. Menga qiziq bo'ladi Cityda Geyhining bu yog'iga faoliyatini kuzatish, chunki Geyhini tayanch yarim himoyasiga qo'ydi. Stones o'ynaganda bir paytda. Stones ham o'ynab ko'rgan, har xil variantlar qilib ko'rganda Guardiola. Esida bo'lsa, eng boshida kelganda Abduqodirni ham shunga moslasa kerak, tezligidan kelib chiqib, kurashuvchanligidan kelib chiqib, ammo unaqa yo'l tutgandan ko'ra Guardiola jarohatdan qaytgan Rodrini tiklash operatsiyasini o'tkazdi-da. Bu yerda bo'ldi, Rodri yo'q, unutish kerak, o'rniga variant topish kerak.
Qizig'i zaxirada bor misol tayanch himoyada o'ynay oladigan Niko o'sha. bor edi. Ha? Niko bor edi. Niko yoki bo'lmasa o'sha keyinroq tushgan Matteo Kovachich, ammo u pozitsiya o'zgartirish evaziga bo'lsa ham u nimaga unaqa xohlayaptiki, baribir Gehi hali to'liq ishlov berilmagan materialda uni xohlagan kuyiga sola oladi. Birinchi o'yin uchun yomon emas. Endi gol urgan bola yaxshi o'ynagan bo'ladi, lekin buni vazifasi gol urish emas edi o'zi. O'zini funksiyasini yomon bajarmadi. Sal sezmadi, epizodlarni sezmadi-yu, to'p unga tushganda yo'qotish kam bo'ldi. Xuddi shu ta'rifni City'ni istagan futbolchisiga ishlatishimiz mumkin. Hatto Hollandga ham sochini kalta oldirib chiqib bir g'alati ko'rindi. O'yiniga keladigan bo'lsak, u ham xuddi shu. O'zini funksiyasi, ya'ni hujumda nimadirlar harakat qilib, ochilib, zarbalar beryapti, bajaryapti, lekin unaqa oldingidek his qila olmayapti. Husanov ham shunaqa. Yakka kurashlarni yutqizmayapti, o'sha to'pni olib qo'yib sherigiga aniq pas beryapti, hammasini qilyapti. Lekin pozitsiya tanlashda sheriga ketib qolganda uni hamma joyga o'qqa ham, cho'qqa ham o'zini uryapti. Bu yaxshi, mehnat qilyapti. Ammo professional futbolda salgina o'sha o'zini pozitsiyasidan noo'rin cheklanish ham raqibga bo'shliq beradi, jazolanadi. Shunaqa bo'ldi kecha. Ya'ni Cityda o'sha yangi murabbiy qo'l ostida jamoadoshlarini va umumiy jamoani his qilish tuyg'usi yetishmadi. Hamma alohida yaxshi, lekin jamoa sifatida emas. Shunaqa. Orif aka, Farruh aka, men so'ramoqchi bo'lganim, bu mavsumni juda pozitiv boshlash kutilgan. Endi muxlislar tomonidan shunaqa baholangan ikki jamoa bor. Juda yomon boshlagan. Biri Manchester United anti rekordlar qayd etdi. Hali tarixda Hull Cityga yutqizmagan jamoa birinchi turdan yutqizyapti. Bu tomonda esa butun tarkibni deyarli almashtirib tashlagan va zo'r transferlar qilgan Tottenham 0-3 hisobda yengilyapti. Bunaqa boshlanish kutilmaganligi aniq edi-yu, lekin mavsum davomida ham shunaqa holatlar tez-tez uchrashi mumkinmi endi? Va nihoyat United qaytdi deyilgan mavsumlardan navbatdagisi mag'lubiyat bilan boshlangan. United Endi bu APL birinchidan. APLda har qanday hattoki Championshipdan chiqib kelgan jamoalar ham jang taklif eta oladi. Birinchidan start. United qaytdi, lekin hali his qilib olmadi yangi mavsumni. Biz xursandmiz, United o'tgan mavsum zo'r, aynan o'sha murabbiy qo'l ostida hozir ham davom etyapti. Shu sababli Uniteddan hozir avvalgi bo'ladi-yu, ancha yurmay turgan mashina sekin biz bilamiz, o'sha har doim harakatda bo'lib turgan kema deylik, misol uchun birdan qo'zg'atib olish uchun juda ham qiyin bo'ladi. Ham APLda shok birdan yuqori tempda boshlanadi. Futbolchilar hali ko'p tayyor emas, hali mavsum oldi o'zi jahon chempionatidan keyin o'zi juda ko'p murabbiylarni rejalarini o'zgartirib yubordi. Jahon chempionati finalidan keyingi o'sha tayyorgarlik, kimdir dam olgan, qaysidir futbolchi jarohat olgan, kimgadir berishga, shu sababli APL o'zi har doim mana shunday bo'lib kelgan, lekin bu degani u qadar yomon, aytaylik Tottenham yoki o'sha anti rekord qayd etgan Manchester United xuddi shunday davom etadi degani emas. Keyingi turlardan boshlab biz his qilishni boshlaymiz, ular ham tempni his qilib olishadi. Shu sababli va o'zi umuman bu mavsum to'g'ri katta jamoalar haqida ko'p gapirdik-ku, lekin Tottenhamdan ko'p narsani kutyapman. MUdan aynan ko'p narsani kutyapman. Shu sababli menimcha ozgina ular his qilib olishsa, relsga tushib ketadi. Qizig'i ikkisi ham o'sha mag'lubiyatga uchrab boshladi, kutilmagan mag'lubiyat bilan, lekin ikki xil yozda o'tkazishdi. Masalan, Tottenham hiperaktiv bo'ldi va hali yana tarkibga kelib qo'shilishi kutilayotgan futbolchilar bo'lsa, United men juda passiv bo'ldi deb hisoblayman-da. Masalan, Tielemans yoki Santos bu United muxlislari istagan transferlar emas. Ular juda ko'p o'zlari kirishgan futbolchilarga kurashda boy berishdi. Imkoniyatlarni boy berishdi, tarkibga qo'shib olmoqchi bo'lgan futbolchilarni va yana boshqa pozitsiyalarda ham jamoa kuchayishi kerak. Hozir masalan Hallni olishmoqchi ekan, kuzatishayotgan ekan. Kecha nima aytdi bosh murabbiy? Yo'q dedi, umuman imkon yo'q dedi. Kecha Newcastle Hall himoyachi Luis Hallni umuman imkonsiz dedi. Endi Maguire o'ynayotganini ko'ryapmiz-ku, juda Maguire g'alati futbolchi. Masalan, men uchun bu iroda ramzi. Juda bunaqa katta bosimga tushib qolgan oxirgi yillardagi top futbolchini men eslamayman, lekin o'sha top darajada
har holda klub nuqtai ketdi-da nazaridan o'shada. o'ynayapti. Ammo baribir o'sha uni umumiy mavsum o'laroq nuqsonlari bor-da, faqat unda emas bu gap. Mani Unitedning o'yini nima desam ekan, bir tomondan ajablantirgani yo'q, chunki o'sha aytganimizdek Fernandes atrofida unga to'g'ri sheriklar yig'ilmas ekan, juda qiyin bo'ladi. Bilmadim, yaxshi futbolchilar Tielemans, lekin Tielemans Angliya Premyer Ligasida ko'rganmiz-ku. Qanaqa u, misol uchun, mana endi u top klub darajasida ko'riladi-da. Qanaqa o'yin ko'rsatadi men bilmayman. Mavsum davomida ko'ramiz. Biroq men United ambitsiyalariga mos demayman-da. Masalan, Arsenal chempion bo'la turib tarkibini kuchaytiryapti. City o'zgarishlar qildi. Chelsea'da juda ko'p transferlar. Masalan, chempionlik uchun faqat inersiya bilan harakat qilmayapti ular, qo'shyapti o'zidan, to'g'rimi? Chempion qo'shyapti. City murabbiyni o'zgartirib loyiha boshlayapti, boshqa. O'tgan mavsumda endi o'sish nuqtasiga yetgan jamoa qo'shmayapti hech nima. Meni nazarimda yetarli darajada qo'shmayapti va bu bilmadim, kimdirlar aytayapti, cho'chiyapti qo'shishga, hozir yana yangi jamoaga aylanib ketib, hammasini noldan boshlashni tili ko'p kuydi-da Unitedning. Hozir qattiqni ham puflab ichadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun tajriba qilishga qo'rqyaptimi Karika qanaqadir, yoki shunchaki imkon yo'qmi? Ertaga stadion qurishi boshlansa, yana ham jamoada vaziyat yomonlashadi. O'zi umuman yildan yilga Unitedga borasanmi desa, futbolchilar oldingida ham boraman deb turib, hali anaqa qilayotgani yo'q yulduz futbolchilar. Oldin brend edi, xuddi Real, Barselona singari istagan futbolchisini tarkibga qo'shib olishi mumkin edi, u yoki bu yo'lda. Hozir United borgan sari pasayib boradi. Chempionlar ligasiga chiqqanda menimcha tarkibni maksimal kuchaytirib olish kerak edi, chunki bu mavsum jabha ko'payyapti. O'tgan mavsum hamma narsadan chiqib ketib, faqat Premier Ligaga e'tibor qaratgandi va shu natijani oxirida mavsum ikkinchi qismida qo'lga kiritgandi. Men Unitedni juda ham bu mavsumda kuzatish qiziq bo'ladi deb o'ylayman, faqat mana shu qolgan davrda ba'zi transferlar amalga oshirmasa bo'lmaydi. Hali bo'lmasa qishda amalga oshirish kerak. Xuddi shu transfer Liverpoolga nisbatan ham ishlasa. Tottenham ham transfer kerak baribir. Zaxirasi unaqa keng emas degan. Liverpoolda hozir Barkala ko'p ehtimol endi keladi, lekin Liverpool qizig'i Gakponi sotadi deb aytishyapti. Kecha Liverpoolni men o'yinini ko'rib turib, Gakpo ketsa u qanaqa nima uni o'rnini to'ldirishadi degan savol bor. To'g'ri, masalan, nominal uni pozitsiyasida o'ynaydigan futbolchilar bor. Lekin Liverpoolda zaxira juda kamtar bo'lib qolgan. Ko'rinishi. Masalan, ketgan futbolchilar Kanate, Salah, Robertson ketdi va ularning o'rnini to'ldirib yuborish mumkindek tuyulganda, ammo Newcastle-ga qarshi uchrashuvda aynan shu zaxiradan Newcastle-dan tushgan futbolchilar darhol tushib gol uryapti. O'yinga ta'sir o'tkazish nuqtai nazaridan Yaislar yaxshiroq ta'sir o'tkazyapti. Iraola juda qiynalyapti va menimcha kerak Liverpoolga transferlar. Faqat endi Liverpool o'tgan mavsum hamma hali anaqasini ishlatib qo'ydi-da. Ular o'ynashi kerak. Wirtz, Isak, umuman tushun bo'lmayapti Isakka. Ekitike yil oxirigacha safdan chiqqan. Chunki Liverpoolda ham oson bo'lmaydi. O'tgan mavsum yarim himoyasi ko'p tanqid qilindi. Liverpoolga kerak deb, bu mavsum olmadi baribir yarim himoyachi. Himoyaga faqat transferlar. Shuning uchun Liverpoolni ham chempionlik poygasida juda qiyin bo'lsa kerak kirib olishi. Faqat City va so'roqlar ostida turgan Chelsea, shaxsan menga shunaqa ko'rinyaptiki, Arsenalga jiddiy raqobat. Balki Manchester United hali transfer oxirigacha. Birinchi echelon deb oladigan bo'lsak, baribir Arsenal, City va menga ham Chelsea, ya'ni Chelseaga ishonyapman emas. Nimadir bo'lib ketsa kerak degan taxmin. O'zi shunaqa jamoa. Shunchaki birdan jamoa ham murabbiy. Shunga qolaversa oldingi men bu mehmon kelganda gaplashgan edik. Chelsea tarbiyalasa bo'ladigan jamoa-da. Tarbiyaga moyil va buni xohlayotgan jamoa. Deylik, Alonso, Vinicius, Jude, Mbappelarni tarbiyalashga kechiydi-da. Allaqachon katta shaxslarga aylanib bo'lishgandi. Lekin Chelsea'da unaqa shaxslar yo'q hozir. Bemalol o'zi xohlagan jamoa. O'zi olib kelingan futbolchilar ham shu tarbiyalash uchun bo'lsa kerak, ko'proq o'sha Henderson yoki Welbeck hujumga kelgan. Ular qo'shilib tarbiyachi bo'ladi-da. Tarbiyachi hamma yoshlarda jamoa. Yoshlarga, to'g'ri, lekin ana bog'cha pani yonida anaqalar, yangalar bo'lishi kerak. Shunga o'xshab Chelsea yaxshi materialga ega, zo'r murabbiy qo'li. Men hali ham Alonso zo'r murabbiy deb bilaman, muvaffaqiyatsizligidan keyin. Bo'lsa ham va zo'r murabbiy deb biladigan murabbiylarni hali APLda biz aniqlab olishimiz kerak-da hozir. Chunki Carrick sinov muddatida edi.
tugadimi yo'qmi? United o'zi qanaqa hisoblaydi? Tugadimi Karikning sinov muddati yo'qmi? menimcha ishonch nuqtai nazaridan u qozonib oldi ishonchni, muxlislar kamida bir ishonchini. mavsum. Ha, Iraola aniq sinov muddatida. Chunki top klubda ishlamagan, o'rtacha jamoadan bu formula ba'zida ishlaydi, ba'zida ishlamaydi. Hammaga tushib ketadigan formula emasda. De Zerbida shunaqa. De Zerbida, endi City bar Maresca sal mavqeini o'sha anaqa klublar o'rtasidagi jahon chempionatida bitta bor-da, yaxshi bir tituli bor murabbiy sifatida keldi. Keyin Gvardioladan keyin hamma qiynalsa kerak baribir. U tomondan bor. Guardiolani falsafasini o'zgartirmadi-yu, mana kecha ham ko'rdik. To'p nazorati 83 ga 17 edi. Nechidan ham daqiqa. O'sha prinsipda o'ynadi. Guardiola undan chekindi, lekin taymingga o'tib oldi. Qaysidir paytda pasaytiryapti tempni, to'pni beryapti, ikkinchi raqam bo'lib o'ynashga rozi. Xuddi shunaqa Maresca ham o'ynayapti, xuddi shu uslubni namoyish etyapti. Shuning uchun bu mavsum sinovlar mavsumi katta klublar uchun. Ammo hammadan ham meni Aston Villa hayron qoldirdi. Tavba. Bitta time bo'ladi bunaqa o'yinlar hammada. Bu murabbiyda o'zimda o'ylab qarasa kamroq bo'lish kerak edi. Lekin aynan shu murabbiy eng katta comebackda ham yutqizgan murabbiy hisoblanadi. Xullas qiziq. Agar yanglishmasam, juda katta yo'qotishlar bilan mavsum boshlayapti-da. Aston Villa. Ya'ni jarohat. Endi men o'zi tarkib o'zgarib ketdi-yu. Yetakchilik. Rodgersni berib yuborishdi. Keyin jarohat olgan futbolchilar bor Aston Villada. Endi bularni to'g'ridan to'g'ri 4-0 ga, ya'ni faqat shular sabab deb aytish menimcha noto'g'ri, lekin bundoq qaraydigan bo'lsa, Aston Villada mana hozir o'sha muammolar bor-da, tarkib o'zgargani, boshqasi. O'zi menimcha bu mavsumda Angliyada Nottingham o'tgan mavsum bir qismida juda yuqorida o'ynadi yoki har mavsum shunaqa jamoalar bo'ladi-yu, shunaqa Brighton. Shunaqa jamoalar ancha ko'p bo'ladi. Chunki Arsenaldan boshqa top klublarning hammasida o'zgarishlar va oqibati biz bilmaydigan nima deydi, transferlar bo'ldi-da. Chunki taxmin qilishimiz qiyin bo'lgan murabbiylik kursida boshqasi. Kim otib qolar ekan bu mavsum? O'rtachalardan outsider hisoblangan. Hal zo'r ko'rindi, endi birinchi turdan ko'rinadigan bo'lsa. Brighton zo'r boshladi. Brighton endi yutib qo'ygani. Farq aka? Umuman so'nggi mavsumlarda futbolda bir tendensiya yuzaga keldi. Klublar buni his qilishni boshladi. Sizda nafaqat zo'r futbolchilar, ya'ni hozir klassda g'alaba qozonib ketish juda qiyin bo'lyapti. Bo'lardi-yu, jamoa klass aytaylik yuqoriroq, ikkinchisi o'rtacharoq, klass evaziga hozir nafaqat klassda o'ynashingiz kerak, ya'ni darajani ko'rsatgan holda, balki jang qilishingiz kerak. Jang qilmasa hozir umuman futbolda ishlar yurishmayapti. Biz hattoki ko'rdik, oddiy jamoalar, mana APLning o'zida ham, startida ham jang qilgan jamoalar g'alaba qozonib ketdi. Hattoki City sal qoldi. Mana bir ukamiz bor, Sohibxon ismi, o'sha Cityni hamma uy o'yinlariga boradi, videolar tashlab turadi. O'sha o'yindan keyin ham gaplashdik, sal qoldi-yu, sal qolishga. Ya'ni hamma Mareskani so'kkan muxlislar, sen o'z nimaga kelding? Sen o'zi umuman nimaga sochingni olding deb Hollandga gapirishgan. Xullas mana shu negativlar yig'ilib turgan paytda City chiqib ketdi. Men so'radimda, qanaqa reaksiya bo'lardi o'zi desam, menga shunaqa javob berdi. Hamma juda yuragini hovuchlab ko'rdi. Bo'lib ham Arsenalga qarshi o'tgan o'sha final hali ham City muxlislari qabul qilish qiyin-da, endi baribir Guardiola katta shaxs, u tashlab ketgan ajoyib ishlab turgan loyiha, to'g'ri o'ziga yarasha muammolar bor, lekin hozir mana shunday davr keldiki, kuchlar almashinuvi. Hozir Arsenal Angliyada yaqqol yakka hukmronga aylanyapti, o'zi ko'rsatayotgan o'yin o'tkazgan mavsumdan keyin va qolgan jamoalar o'sha darajaga intilishga harakat qilayotganlar. Hozir aytmoqchi bo'lganim, ya'ni mana shunday jang qiladigan bir davrda yashayapmiz. Istalgan ligada mana shunday, istalgan chempionatda. Yana Everton yaxshi ko'rindi. Hali o'rta meyonalar haqida gap ketayotgan bo'lsa, Moyes tarkibi ham, Moyes tajribasi ham menimcha bu mavsumda o'sha o'zini o'sha yuqori 10 talikka harakat qila oladi bu jamoa. Murabbiyda ham Everton xuddi Arsenalga o'xshagan. O'rta meyonalar orasida uzoq vaqtdan beri murabbiy ishlab kelayotgan bir tarkibi ham juda o'zgarib ketmagan. Hammada o'zgarib ketdi. Qaytdi-da endi, qutqardi. Evertondan chiqqan ko'z. Qaytdi, shu ma'noda shuni parallel keltirsa bo'ladi.
Keyin Ipswich yana debyutantlardan oxirgi daqiqalarda gol urdi. Endi Angliya Premyer Ligasi o'zi hamma o'yinlari qiziq o'tdi. Bunday olib qarasa bitta o'sha durang qolgan hamma o'yinlarda hozircha g'alaba bor. Biz endi hali Chelsea o'ynamasdan oldin gaplashyapmiz podkastda. Men nazarimda baribir masalan hali turlar o'tkazilmasdan avvalgi kutilmalar bo'ladi-ku. To'g'ri, United, Tottenham ajablantirdi, Aston Villa ajablantirdi, ammo umumiy olib qaraydigan bo'lsak, masalan, City qiynalishi kutilayotganda City yutib oldi. Qiynalib bo'lsa ham yutib oldi. Yoki Liverpool yangi murabbiy keldi, qiynaldi, yaxshi o'ynadi Liverpool umumiy olganda, o'rtacha raqib kuchli edi, u ham tenglashtirib oldi. Arsenal o'sha hammada kutgan o'yinni ko'rsatdi. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, biz kutilmagan voqealar bilan birga kutilgan voqealarni ham ko'rdik. Juda hammasi haligi avvaldan taxmin qilish mumkin bo'lgan. Faqat sensatsiya emas, kutilgan voqealar ham yuz berdi. O'zi mavsum shu, endi bu yog'iga menimcha sekin-asta kirish qilinadi. Shoshmagan bo'lardim, chunki o'tgan mavsum ham o'sha yana aytaman, nima Slot birinchi o'rinda borayotgandi. Hamma uchrashuvlarda g'alaba qozonib. Keyin nima bo'ldi? Slot oxiri iste'fosi bilan yakunlandi hammasi. United Amorim boshlagandi. Ha, United Amorim. Va Arbeloa boshchiligidagi Fulhamni ham ko'rish qiziq. O'zi hamma jamoalarda yangi murabbiylar, yangi jamoalar. Sobiq Realchilar uchrashganda. Sobiq Realchilar. Ha, o'tgan mavsum boshqarganlar. Realdan Vinicius qurbonlari sektasi. Shu o'yinga Florentino Perez taklif qilish. Menimcha bugungi hamma mavzularni qamrab olishga harakat qildik. Darvoqe yana bitta o'yin bor edi. Trabzonspor hamda Bashakshehir o'rtasidagi bahs, Salah hamda Shomurodov to'qnashuviga aylangan uchrashuv. Zo'r o'yin bo'ldi. O'zingiz aytib ketsangiz? Ha, 2-1 hisobi qayd etildi. Salah Trabzonda debyut gollarini urdi. Turkiya Superligasi ham juda yuqori tempda davom etyapti. Va kezi kelganda bu o'yinlarga ham menimcha to'xtalamiz. Men o'zim mana bugun Muhammadyor boshlovchi, men bu pozitsiyada biroz o'zimni oqlay his qildim, men sekin moslashdimmi boshqa-yu. Men muxlislardan so'ramoqchi edim. Tomoshabinlardan o'sha obuna bo'lib qo'yishni. Biz yangi mavsum boshlayapmiz. Har mavsum har qanaqa loyihani boshlayotganimizda biz uchun eng muhimi aynan shu loyihalarni taqdim etadiganimiz tomoshabinlar va qo'llab-quvvatlashingizni aynan shu obuna va izohlar orqali bilamiz. Bu stolda Muhammadyor so'ragan, biz ochgan mavzularning hammasi sizga ham tegishli. Shu izohlarda menimcha o'zi haligi alohida ekotizm bo'lib bir-biri bilan muhokamalar boshlanib ketadi. Siz o'sha Ispaniyada, biz endi asosan Ispaniya, Angliyani to'xtaldik, chunki vaqt nuqtai nazaridan o'zi kecha Fransiyada durang o'ynab qo'ydi, nima Paris Saint-Germain, tashqari Milan yaxshi boshladi, Italiyada ham olib qaragan bo'lsak yaxshi o'yin o'tkazdi. Bor natijalar, Juventus g'alaba qozondi qiynalib bo'lsa ham. Albatta keyingi ko'rsatuvlarda kompensatsiya qilishga harakat qilamiz, katta afishalarda yoki bir qanaqadir ikkita ko'rsatuv qilib yuboramizmi, ammo bugun menimcha rejalarni bajardik. Demak, so'zlar rahmat. Markaziy sektorning keyingi podkastida ko'rishguncha salomat bo'ling.